Assalomu alaykum Marat aka. Bizning kuzatuvchilarimizdan sizni sohangizga tegishli bo'lgan bir qancha savollar kelgan. Shularni birin-ketin iltimosga berib boraman. Demak, birinchi savol kelibdi. Reabilitolog o'zi kim? Reabilitolog o'zi kim? Yoki boshqa reabilitatsiya nima deb boshqacharoq savolni qo'yaylik. Reabilitatsiya bu qayta tiklanish. Ya'ni organizm kasallikka uchragandan keyin u o'zini funksiyasini yo'qotadi. Funksiya yo'qolgandan keyin uni qayta tiklash kerak. Reabilitatsiya jarayoni shunday jarayonki, organizm yo'qolgan funksiyasini qayta tiklash uchun birinchi o'rinda tibbiy hamda pedagogik hamda psixologik chora-tadbirlarni o'ziga qamrab olgan davo muolajalaridir. Ya'ni reabilitatsiya bu holatda nimaga tibbiy nuqtai nazardan olib qaraydigan bo'lsak, birinchi o'rinda majmuaviy mashqlar, ya'ni gimnastik mashqlari kiradi. Bu hammasi ilmiy isbotga ega bo'lgan mashqlar. Ikkinchi holat keyin fiziolecheniya, ya'ni bizda hamma eshitgan biladi, parafin, elektroforez, magnit, lazer, shunga o'xshash fizioproseduralar. Keyingi holatda pedagogik, ya'ni pedagogik nuqtai nazardan olib qarayotgan bo'lsak, agar biz bemorga o'rgatamiz, masalan, mashq haqida ma'lumot berilib, u mashqni qaysi tartibda bajarish haqida biz ma'lumot beramiz. Hamda u bemordan biz talab qilamiz. Shuning uchun pedagogik nuqtai nazardan. Psixologik qanaqa holatda bo'lishi? Psixologik holat shundanki, bemor kelganda travma olganda, tasavvur qiling, bemorda tizzasidan travma olgan yoki eshitgansiz insult bo'lib qoladi. Insult bo'lgandan keyin bemorda depressiyaga tushadi. Umuman psixologik, psixoemotsional holati ular juda yaxshi, yomon bo'ladi. Ya'ni ular bo'ldi, hayot tugadi deb o'ylaydi. Bu holatda aynan psixologik nuqtai nazardan ham bemor bilan ishlash kerak. Shu sababdan bu mana shu uchala yo'nalish, mana shu uchala turdagi chora-tadbirlar o'ta muhim buni qo'llashda. Reabilitatsiya qaysi kasalliklar bilan shug'ullanadi o'zi? Juda yaxshi savol. Reabilitatsiya hamma yo'nalish bo'yicha. Hamma yo'nalish bo'yicha har bitta kasallikdan keyin обязательно reabilitatsiya kerak. Masalan, menda bitta savol bordi. Qaysidir bemoringizda yurak og'rig'i bezovta qiladi. U kardiologga murojaat qilish kerakmi yoki sizni oldingizga kelsa ham siz ham qanaqadir mashqlar orqali davola olasizmi? Albatta, yaxshi savol. Agar qachon reabilitatsiyaning yo'nalishlari bor, har bitta meditsina har bitta yo'nalish orqali o'zini reabilitatsiya yo'nalishi bor. Ya'ni deylik, yurak og'riyotgan bo'lsa, kardiologik chora-tadbirlardan keyin, kardiologik davo muolajalaridan keyin reabilitatsiya jarayoni o'tash kerak. Agar reabilitatsiya jarayoni o'taydigan bo'lsa, bemorda olingan lecheniya hamda bu ikkalasi kompleksni juda yaxshi ta'sir qiladi. Ya'ni yaxshi davo bo'ladi. Yoki bo'lmasa bemor insult bo'ldi. Insult bo'lib qolgan, bu holatda ham neyropatolog o'zini lecheniyasini olib boradi, reabilitolog, ya'ni neyroreabilitolog deyiladi boshqacha holatda. Bu holatda ham o'zini chora-tadbirlari bor. Bularni qiladigan bo'lsak, bemorda agar reabilitatsiyani deylik insultdan keyingi bemorda biz reabilitatsiya jarayoni o'tadigan bo'lsak, birinchi o'rinda tezroq qayta tiklanadi. Ya'ni o'sha insult bo'lib tasavvur qiling, yarim tana qo'l ishlamaydi. To'g'rimi? Yarim shu holatda yoliq bir qo'l ishlamaydi, yana bir oyoq ishlamaydi. Bemorda agar biz o'z vaqtida reabilitatsiya ko'rsatmaydigan bo'lsak, bu holatda bemor qo'li, oyog'i kontraktura deydi, ya'ni shal bo'lib qoladi. Ya'ni ishlamay qoladi, bukilib yozilish qilmay harakat bo'lmay qoladi. Shuni natijasida reabilitatsiyani biz insult bo'ldi, o'shandan keyin 10-15-sutkadan keyin boshladigan bo'lsak, ertasi reabilitatsiyani hisobida bemordagi mana shu yo'qotilgan funksiyani biz tikla olamiz. Natijada bemor o'ziga o'zi bemalol xizmat ko'rsatish qobiliyatini tiklaydi. Mana siz ish jarayoni paytida bemorlarni mashqlar bilan shug'ullantirasiz. O'zi bemorda og'riq bo'lsa, og'riq bilan oldingizga shikoyat qilib kelsa, nima maqsadda yana ularga mashq qildirasiz? Mana bu maqsad ularga azob berishmi shunchaki?
Yo'q, sal boshqacharoq. Bu holatda hech qanaqa bemorga azob berilmaydi. Albatta, reabilitatsiyani boshqa videolarimda ham aytib ketganman, o'zini bosqichlari bor reabilitatsiyani. Bu bosqichi juda muhim. Har bitta kasallikka, har bitta kasalga individual yondashiladi. Natijada shuni natijasida bu o'rgatilayotgan, ya'ni bemorga qilinadigan davo muolajalari, ya'ni mashqlar hammasi ilmiy isbotdan o'tgan. Shuni hisobdan bemorga hech qanaqangi azob berish bo'lmaydi bu holatda. Deylik, masalan, bemorning tizzasi operatsiya bo'lgan. Ya'ni masalan, futbolistlarimiz bor, ko'p travma olib keladi. Yoki onaxon-otaxonlarimizda artroz, artrit kasalliklari bor, eshitgansiz. O'sha holatda ularda agar medikamentoz davo lecheniyalar yordam bermasa, protez qo'yadi. Faqat operatsiya qilingandan keyin protezni o'zi bilan ish bitmaydi. Protez qo'yildi, operatsiya qilindi, bo'ldi. Shu bilan davo muolajasi bo'lmaydi. Bundan keyin haqiqiy davo boshlanadi. Ya'ni reabilitatsiya boshlanadi. Ya'ni etapma-etap olib boriladi. Agar reabilitatsiya jarayoni, agar siz aytayotgan mashqlar misollar keltiradigan bo'lsak, birinchi bosqichda boshqa chalonmasi, ikkinchi bosqichda boshqa turdagi mashqlar, hammasini o'zini etapi bo'yicha, o'zini bosqichi bo'yicha reabilitologik jarayonlar olib boriladi. Demak, o'sha mashqlarni ham o'zini ketma-ketligi bu. Bosqichma-bosqich amalga oshiradi. Albatta. O'sha har bitta bosqichga, har bitta bosqich uchun alohida ajratilgan mashqlar to'plami bor. Yana bir qiziq savol kelibdi. O'zi reabilitatsiya faqat mashqlardan tashkil topganmi? Yo'q, faqat mashqlardan tashkil topmagan. Mashqlar umumiy reabilitologik jarayonni 40% tashkil qiladi desam adashmayman. Sabab reabilitatsiyani yo'nalish agar chuqurroq kiradigan bo'lsak, boshqacha reabilitatsiyani deylik, bemor tizzasi artrozi bor, yoki artriti bor, yoki belida grijasi bor. Bu holatlarda qilinadigan mashqlarni o'zi faqat yordam bermaydi. Faqat bitta mashqlar bilan biz cheklanib qolgan bo'lamiz. U mashqlar ham bir asosiy bir qismi darmonni, ikkinchi qismi yana bo'g'imlar mobilizatsiyasi degan narsa bor. Manual terapiya degan narsa bor. Massaj bor deydi. Mana shu narsalarni hammasini kompleksda olib borish kerak. Faqat bitta mashq bilan bitmaydi. Mashqingizni ham qildirasiz, massaj ham kerak bo'ladi bu holatda, fiziologiyal ham kerak bo'ladi. Hammasi kompleksda olib borish kerak. Siz yana ham savol turishi mumkin. Bo'g'im mobilizatsiyasi nima? Masalan, artroz, artrit bo'lganda bo'g'im yuzasi torayganlik hisobidan bo'g'imlar harakati cheklangan bo'ladi. Shunaqangi manual terapiya deydi, ya'ni qo'l bilan bo'g'imni harakatlantirish yo'nalishlari bor. Agar bo'g'imda biz harakatlantirishni, ya'ni paylarni cho'zish orqali bo'g'imda harakatni uyg'otadigan bo'lsak, bu o'sha zahotiyoq bemorda og'riq kamayishi mumkin. Hozir belda grija bilan kelganda, belning grijasidagi og'rig'i o'sha protsedurani o'zida kamayishi mumkin. Mana shu oldingizga kelgan bemorlarga mashqlar qildirasiz-ku, o'sha mashqlar orqali kasallikni to'laqonli davolash imkoni bormi? Davolab yuborish mumkinmi? Albatta. Misol uchun aytaman. Grija, ya'ni umurtqa pog'onasi disk churrasi grija. Hamma biladi, hamma bundan xabardor. 90% odamda uchraydigan narsa. Agar regularni o'z vaqtida bosqich olib boriladigan bo'lsa, reabilitatsiya jarayoni, ya'ni mashqlarni bosqich qilinadigan bo'lsak, grijani razmeriga qarab 9 mm gacha bo'lgan grijalarda
agar shu kompleks упражненияларni, mashqlarni bajaradigan bo'lsak, bel grijasidan, bel og'riqlaridan butkul xalos bo'ladi. Buni 100% ishonch bilan ayta olaman. Yoki artroz kasalligi bor. Hamma ko'pchilik onaxon holida tiz og'riydi. To'g'rimi? O'sha holatda, bu holatda ham bularning ham bosqichlari bor. Ko'pchilik bu holatda tiz og'riganda revmatologga yoki ortopedga borishadi. Ortoped revmatologga borishadi. Lekin ularning davo darmonini, lecheniyasini olgan holatda hamda bu holatda reabilitolog ko'rigiga kelib, nazoratida bo'lib, uni aytgan tavsiyalariga amal qilgan holatda u reabilitolog tarafdan tuzib berilgan programma orqali, ya'ni reabilitatsion programma tuzib berilgan holati bu bemorga. Shu programma orqali davo muolajalarini ham medikamentos, ham reabilitologik chora-tadbirlarni birgalikda olib borsa, bemorda artroz misolida aytyapman, 2-3 darajalari bo'lsa, butkul xalos bo'ladi. Lekin bosqich 3-4 daraja bo'ladigan bo'lsa artrozni, unda lekin endi protezlash amaliyoti bajarishga to'g'ri keladi. Demak, o'sha mashqlar orqali ham o'sha qanaqadir ma'noda og'riqlardan xalos bo'lish mumkin. Mumkin. 100%, yana qaytaraman, 100% ishonch bilan ayta olaman. Kuzatuvchilarimizga yaxshi ma'lumot. Har xil dori vositalarini hadeb olavermasdan, tabiiy mashqlar orqali ham davolanib og'riqdan xalos bo'lsa bo'ladi. Shunaqa. O'zi Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti orqali shuning uchun ham sog'lom hayotga qarab yo'naltiriladi. Ya'ni sog'lom turmush tarziga qarab yo'naltirilyapti bu narsa. Shu holatda. Keyin oxirgi savolim, reabilitatsiya amaliyotidan keyin, o'sha reabilitatsiya amaliyotini o'tkazgandan keyin bemor necha oyda o'zi to'laqonli kundalik ish faoliyatiga qaytishi mumkin? Bu reabilitatsiya amaliyoti o'zi jarayon necha oy davom etadi? Bunda hammada har xil individual yondashuv bo'ladi. O'sha hammada har xil programma tuziladi. Hammada har xil programma tuziladi. Buni ko'pchilikka ma'lum, masalan, futbolistlarimiz travma olgandan keyin o'sha 3 oydan keyin yoki 6 oydan keyin, 4 oydan keyin deyishadi. O'yinga tushish kerak deydi. Lekin u bekorga emas-da. Ular reabilitolog tarafidan spetsialniy programma tuziladi. O'sha programma asosida u o'zini davo muolajasini oladi. Oxirgi xulosadan keyin vrach reabilitolog ruxsat beradi. Demak, o'sha reabilitolog shifokor har bitta oldiga kelgan bemor bilan o'sha individual yondashib, har biriga alohida programma qilib, shu bo'yicha davom ettiradi. Xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa. Marat aka, sizga kattakon rahmat. Barcha kuzatuvchilarimiz tomonidan kelgan, o'sha kuzatuvchilarimizga qiziq bo'lgan savollarning bir nechtasini berdim. Yana kommentariyada so'rab qolamiz. Yana o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarni yozib qoldirishsa, yana sizdan keyingi suhbatimizda albatta javob olamiz. Rahmat, kattakon. Rahmat.